Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon qarindoshlar. Tuzitishga tegishlik illatlar nomli programmamizning yangi soni orqali sizlar bilan yana yuz ko'rishdik. Programmamizning aziz mehmoni Sharq Turkiston Ulamolar birligi rais vakili ustoz Mahmudjon Damollam programmamizga hoş keldilar. Allah razı olsun. Riyasatchiman Abdulahad Ujat, hurmatli ko'rurmanlar. Tuzitishga tegishlik illatlar nomli programmamizning bugungi sonida ibodatlarga sal qarash illati haqida to'xtalib o'tamiz. Hurmatli Damollam, programmamizning birinchi savolidan başlasak, bu ulamolar hamda bu kundulik ibodatlarga sal qarash illatini qanday tushuntirib bergan, bu haqida qisqacha tushuntirib berasizlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala bu program orqali meyli o'zimizni va anılğanlarını ve bütün xalqimizni ibadetlik bo'lgan erismenlikni işşiğa sebepçi bo'lishni, o'rinliqni tashlashga haydashchi bo'lishni Allah subhanahu ve taoladan umid qilamiz. İbadetlerge salqarash deganlik, yani her qanday bir musulmonni Allah subhanahu ve taala bu dünyada asosliq o'ziga qulchilik, bandichilik qilish uchun insonlarni yaratganligini Qur'oni Karimda bayon qildi. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Demak, Allah subhanahu ve taolaga bandichilik qilish her bir shaxsdan, musulmondan ma'lum amallarni talab qiladi. Bu amallarga musulmon o'zininki vaqtini, tirishchanligini chiqarish lozim. İbadetlerge salqarash deganlik, masalan, namoz o'qiolmay uxlab qoldi, beparvolik bilan, ya kecha behuda kechini uxlamay o'tkazish bilan namoz vaqtida uxlab qolish bo'lsin. Mayli sunnatlarga salqarash bo'lsin, mayli nafli ibodatlarga salqarash bo'lsin, yoki Qur'on o'qish, duo qilish, Alloh subhanahu va taolani aslash qatorliq, ya'ni musulmonda bo'lish tegishlik, qilish tegishlik nurg'un amal ibodatlar var. Muşularning o'zini vaqtida qilmaslik, vaqt bog'langanlarni, vaqt bog'lanmaganlarni tashlab qo'yish, onun alohida ko'ngil bo'lmaslik, vaqt chiqarmaslik, muşularning hammasini ibodatlarga sal qarash deb ataymiz. Bu alaqi banda bilan Alloh o'rtasidagi munosabatlarga qarta qilingan ibodatlar bo'lsin, yoki Allah buyurgan musulmonlar arasida o'zaro qilish tegishlik ibodatlar bo'lsin. Masalan, mayli kasal bo'lgan odamni yo'qlash yoki hojatmanlarning hojatidan chiqish, o'zining qarindoshlari xursand bo'lsa xursandliklarga sheriklashish, musibat kelsa musibatlarga tasalli berish degan iborat va bundan boshqa nurg'un ijtimoiy ibodatlar bor. Bularga sal qarag'anlikning o'zimi mushu ibodatga sal qarash deganlikningki qatoridan bo'ladi. Albatta Allah subhanahu ve taala her qanday nurg'un ibodatlarni ma'lum vaqtga bog'ladi. Nurg'un ibodatlarni vaqtga bog'lamadi, balki musulmon har doim eslab turish kerak, unutib qolmaslik kerak deb Alloh uni qiziqtirdi va tashabbus qildi. Mushuninga sal qarashning o'zi yuqoridagi mayli Alloh bilan bo'lgan munosabat, mayli bandalar bilan bo'lgan munosabatga sal qarashning o'zini nima deb ataymiz, nima deb atagan olimlarimiz esa bu ibodatlarga sal qarash deb atagan. Rahmat Damollam. Endi ikinci meseleге o'tsak, bu masalan ibodatlarga sal qarashga ilib boradigan omillar asosli qaysi? Bu haqda qisqacha ma'lumot bersizlar. Tabii har qanday bir ishga sababchi bo'ladi. İnsonningki har qanday kamchilik sodir bo'lsa, buni bir ma'lum illatlar sabab bo'ladi. Buning eng birinchi sababi insonning shunday beparvo bo'lib qolish yoki Allohdan yiroqlashishga sabab bo'lgan birinchi sabab nima desa, gunoh ma'siyat. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo cheklagan ishlarni qilishning o'zi Alloh buyurgan ishlarni qilmaslikqa elib bordi. Olimlarimiz Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bayon qilgan: "Va ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kafir." Sizlarga har qanday musibat yetsa, bir xafalık yetsa, sizlarningki o'zingizning qilgan xatoliginglar, o'zingizning qilgan gunohlaringlar sababidan yetadi. Allah subhanahu wa taala nurg'u vaqtda taqsirlarni afu qilib turadi, kechirib turadi. Lekin
nurg'un xafalık şu günah arqılık, günahın sebebini yitidu deb Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu bayan qilgan. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem musulmanga her kandak bir adetdeki bir xafalık, musibet yititiken çuqum bu günahın sebebi bilen buludu. Deb onun aygıdınca ve ma asabekum min musibetin degan muş ayetini o'qigan deb bayan qilgan. Bizning ilgirki alimlarimiz bu günah masiyetinin ne kadar insanın Allah'ın yiroqlashishga sebepçi bo'lganligi, nurg'un taat ibadetini cheklab qo'yishga sebepçi bo'lganligini alimlarimiz bayan qilgan. Şunun qatoridan masalan Dahhak degan tabiiy alimlardan biri har qanday bir odam masalan Qur'oni Karimni yodlab unutib qolsa, unutib qolishning o'zi chuqur bir gunohning sababi bo'ladi. Nima uchun desa, Qur'oni Karimni yodlab unutib qolishdan cho'ng bir mahrum qilish, ya'ni yaxshilikdan mahrum qilish yo'q. Chuqur bu Qur'oni Karimni unutib qolganlikning o'zi gunohning sababidan deb bayon qilgan. Onun kendinden çoğu muş ayetini okugan. وَمَا أَصَابَكُمْ بِمُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ degan ayetini. Ve onundan başka nurgun mesela bir adam her daim cemaat namazından mahrumken cemaat namazından mahrum bulaşının üzümü günah münasebetlik dep alimlerimiz bunun bayan qilgan. Şunun için bu insan her qanday vaqtda bir yaxshilikdan mahrum qalsa, çoqum bu yaxshilikdan mahrum qilishning o'zini özünün ötken bir hatalıqninki günah masiyetinin sebebiydinken deb qarash lazım. Allah Kur'an-ı Kerim'de inna salata tanha anil fahşai vel munkar ve la zikrullahi ekber vallahu ya'lemu ma tasnaun. Namaz silani yaman iştin, buzuq iştin tusudu deb bayan qildi. Muşuninki aksida alimlarimiz nim degan desa, buzuq ish, yani hata ish, Allah cheklagan ishlarni qilishning o'zi insonni taatni tusudu. Namaz yaman ishni tossa, bunun eksi bo'lgan buzuq ish taat ibadetini tusudu deb bayon qilgan. Bu birinchi sababi. İkinci sebebi tabii halda yani Allah Subhanahu ve Taala insana ata qilgan nimetlerini qadrlamaslik. Bu nimetlerini sal qarash. Mesela Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de ve asbaga aleykum ni'amahu zahiratan ve batinah. Allah Subhanahu ve Taala sizlarga aşkar mahfi nimetlerini şundaq hasilab badi deb bayan qildi. La in shakartum la azidannakum ve la in kafartum minna azabi la shadid dedi yani bir ayette. Sizlar Allah'ın bergen nimetlerine şükür qilsanglar, bu nimetning qadrini bilsanglar Allah texmi ushq berdi. Texmi ziyoda qilib berdi dedi. Lekin mushuni bilinmaslikning o'zi, bu nimetning har doim bo'lishini uqanmaslikning o'zi nima kelib bordi desa, mushuna taat ibodatini kasal qarash ve bunu vaqtida ado qilmaslik ilib bordi. Shuning bilan inson cho'dir desa Allah Subhanahu va taolo ata qilgan nurg'un ne'matlardan quruq qoladigan, mahrum qoladigan ish shuningdan kelib chiqadi. Shuning uchun Allah Subhanahu va taoloning fazkuruni azkurukum degan mush oyat haqida Sa'id ibn Jubayr rahimahullah bunu tafsir qilib nima degan desa, sizlar meni men bo'ysunish orqali meni aslanglar. Men taat ibodat qilish orqali meni aslanglar. Men sizlarning gunohlaringizni mag'firat qilish bilan aslayman deb tafsir qilgan. Demak, ikkinchisi Allohning ne'matini bilish, bu ne'matning qadriga yetishning o'zi mana bu inson yetmaslikning o'zi nima kelib bordi desa, yuqoridagi taat ibodatga sal qilishga kelib bordi. Buni bilishning o'zi tabiiy holda buning aksi bo'lgan taat ibodatga bo'lgan hirismanlikka sababchi bo'ldi. Üçüncüsü insan bu taat ibadetke özünün ne kadar ihtiyaçlık ikenliginden gafil kılışımdı. Bu taat ibadetninki şu insanninki kutuluşuğa, Allah'ın rahmetine erişişke sebepçi buluşunu oylayanmaslık. Şuna olan her kandak işini özününki küçüge, özününki kudretine taynıp kılış. Allah Subhanahu ve Taala'nın kudreti, Allah'ın uluğluğunu şu unutup kılışının özü nima gelib bordi deydi, shu taat ibadetga sal qilish qilib bordi. Allah Subhanahu va taolo vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana va innalloha lama'al muhsinin. Bizning yo'limizda haqiqiy tirishchanlik qilgan, bizning taatimiz uchun tirishchanlik qilgan kishilarni biz bizning yo'limizga ularni boshlab qo'yamiz dedi. Ya'ni to'g'ri yo'lda manganlarninki to'g'riligini texmi oshiramiz. Texmi to'g'rini ularga aniq ko'rsatamiz. Lekin xatolashganlarcha yo'lni ezib ketadi demoqchi. Şunu ve tezavvadu fe inne hayra zâdit takva yani bir ayette sizler kurallarınla yani üzerinizin seferi hayatlık degen bir sefer
Bu seferde Allah'ın razılığı eriş üçün ço dese, sizler keraklik bolgan her qanday narsani özüňiň elişqa, çyň tutuşqa tirişçilik kılыңlar. Haqiqi, sizlerge paydalıq, sizlerden her qanday vaqtda ayrılıp qalmaydigan zat nima o dese, taqvadarlık deb bayan qilgan. Şuna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis kudsiydi mu? Alahida muşunu bayan qilib, Allah subhanahu wa ta'ala'nın "Ve ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Mening bandam nafli ibodatlarni qilish orqali menga yaqinlashidi, men u bandani shu yaxshi ko'raman deb Allah subhanahu wa ta'ala'nın bu va'dasini bizga bayon qilgan. Va buningdan boshqa nurg'un oyat, nurg'un hadislarda mushu odatda Allah subhanahu wa ta'ala'nın insonninki ashu yaxshi amalga, taat ibodatlarga naqadar ehtiyojli ekanligini, taat ibodatlarni joyida qila olsa, to'g'ri yo'l topa oladiganligi, bo'lmasa shu to'g'ri yo'l topolmaydiganligini bayon qilgan. Mushuningdan bilinmaslikning o'zi, g'afil qilishning o'zi nima kelib bordi desa, taat ibodatga, yaxshi amallarga sal qarashga kelib bordi. Ondan to'rtinchisi, eng muhim nuqtalarning biri desa, inson bu taat ibodatni qilsa, erishirgan mukofotni yaxshi tasavvur qilmaslik, buni o'ylayanmaslik hamdi. Yani men taat ibadet qilsam bunun mukofoti qachon erishiman deb yaxshi o'ylab taat ibadetga bo'lgan o'zining irodasini taxim mustahkamlashning o'rniga qarasa nurg'un ish qilsa bunun mukofoti darhol bozor chiqib biznes satqa odam 10 tili paydini olgandek qo'lga darhol naq kirmagandan keyin nurg'un ishninki shuning bilan bu paydasi nisi ishdak manda tasavvur qilib qilib shuning bilan micho desa andin taat ibadetga bo'lgan sal qarash kelib chiqadi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de muş ahvaldan musulmanın qutuluşunu teşebbüs qilib ve yunajjillahu allazina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u ve la hum yahzanun. Allah subhanahu wa ta'ala özüdün qo'rqqanlarni, yani Allah'dan qo'rqqan kishilarni ularninki maqsad, iroda, g'oyalari bilan cho ularni qutqizadi. Ularga nijotlik ato qiladi. Ularga hech qanday yomonlik ularga kelmaydi va shundaqli ular g'am qilmaydi dedi. Demak, bu kimlarga desa ve yunajjillahu allazina taqaw Allah'ın qo'rqash degan musbat tepilgan kishilarni Alloh bundan qutqizdi ekan. Yana bir oyatda ve in minkum illa wariduha kana ala robbika hatman maqdiya thumma nunajjil allazina taqaw ve nazaru zalimina fiha jithiya. Bütün mahluqlar çoxum dozaqning yaniga bir kirdi. Dozaqning yaniga kelmaydigan hech qanday mahluq yo'q. Bu Allohning hukmi, dozaqning yaniga kelishi. Lekin dozaqning yaniga kelgandan keyin kimlar qutuludi desa nunajjillazina amanu iman etgan taqvadarlik qilgan summa nunajjillazina taqaw Allohdan qo'rqgan kishilar cho desa bu xafalikdan ya'ni dozaqdan qutuludi. Zalimlar cho desa Allohdan qo'rqish degan sifat tepilmaganlar bu dozaqqa cho tizbukkan piti u yerda qolib qoladi deb bayon qildi. Shuning uchun ajr mukofotni o'ylashning o'zi taat ibaretki bo'lgan hirismanlikni oshirdi, ajr mukofotiga bo'lgan ishonchning tuvallishi yoki yaxshi tasavvur qilmaslik, bilmaslikning o'zi cho desa, taat ibaretki bo'lgan g'ururlikni, beparvolikni keltirib chiqardi. Bu haqda yana eng bir nuqta bilan gapni bu savolga bo'lgan nimani xulosalsak, hammadan muhimi bu taat ibaretki bo'lgan beparvolikqa sababchi bo'ldigan sel qarashqa elib bardigan eng muhim illat nima desa, o'limni unutib qolish. Va o'limdan keyingi eng qattiq hisobni va hisob kundagi xatarlik, qo'rqinchli ahvollarni unutib qolishning o'zi taat ibodatga bo'lgan sel qarashni keltirib chiqardi. Shunga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda kullu nafsin za'iqatul maut. Har qanday bir nafs chuqum o'limdan iborat bu haqiqatni tetiydi deb bayon qilgan. Yani bir ayette وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ اَفَاِنْ مِتَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ. Yani hiç kandak mahluknin ki mengu qammaydiganlıqı, çoxum hemmisinin öldüganlıqı, hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve yani bütün insaniyet Resulullah'ın ki Resulullah ölüp qalsa başqalar mengu qalamte deganlikning o'zi bu yerda inkar qilishimdi. Yani Peygamberimiz ölgen yerde çok bütün mahlukların öldüğanlığı. Yani ölüşten ibaret bu hakikat. Meyli insanın Müslüman olsun, kafir olsun. Hemmisi kildiğanlığı. Onda boğandan keyin bu ölümni unutup kalışının özü taat ibadetke, yaxşı amellerge sel qarashqa elib bardiğanlığı.
Ölümni əslashning o'zicho desa, har qanday insonga o'zining haqiqatini, o'zining naqadar ojizligini, to'ntirganligini cho mush oyat orqali va buningdan boshqa nurg'un oyatlar orqali Alloh subhanahu va taolo bayon qilgan. Allah razı olsun davullarım. Hem de bu ibadetlerge sal qarashdan ibaratmış o illet yoki kamchilik. Şu kişininki o'ziga yoki jamiyatga, jamoatlarga qandaq ziyonlarni olib keladi. Bu haqda qisqacha ma'lumot berib bersizlar. Taat ibadatga sal qarashning o'zi eng birinchi bo'lib bir insonga nisbatan bu insonninki, musulmonninki bearamlik qilib bordi. Yani ko'ngli xotirjam bo'lolmaydi bunda inson. Nima uchun desa, Alloh Qur'oni Karimda "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." Yani har qanday odam Allohning meni aslashdan yuz o'risa, yani eslimasa musulmon buninggacha g'ayet qiyinchilik bilan, bearamlik bilan, xafalık bilan to'lgan mushundaq hayot bu odamga bor dedi Alloh subhanahu va taolo. Unda bo'lgandan keyin xotirjamlikning yo'li nima desa, asl musulmonga nisbatan ko'ngilning xotirjam bo'lishi, mijozining tangpung yaxshi saqlanish uchun taat ibodatga bo'lgan herismanlik joyida bo'lish lozim. Agar unda bo'lmay qolsa shu desa, har tarafdan bu odamning ko'ngli xotirjam emas. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub yana bir oyatdimi? Allohni eslash bilan mu'minlarning qalbi xotirjam bo'ladi dedi. Har qanday odamni aytdi beparvo, jidal ko'ngli bearam, o'chi bunda egizpas bo'ldi ekan, chuqum bu odamning Allah bilan bo'lgan munosabatida taat ibodatga sal qarash chuqum tepilgan odam. O'zi ya biladi ya bilmaydi. Qanday odam naytdi temkin bo'ladi ekan, chuqum bu odamning nurg'un tarafdan ma'lum Alloh bilan bir yaqinchilik tarafi bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng birinchi yomon illati bir shaxsga nisbatan shu desa, ko'ngli xotirjam bo'lmasligi, har psixologiya tarafdan, har xil tarafdan kasalga giribtar bo'lib qolishning o'zi sal qarashning natijasi. Ikkinchisi, har qanday mas'uliyatni ado qilish uchun desa, g'ururlik qilish ham. Ma'lum mas'uliyat, xizmat gadiniga tushdi. Bu xizmatni ado qilishda g'ururlik qilishning o'zi mushtaat ibodatga bo'lgan sal qarashningki ikkinchi salbiy natijasi bir insonga nisbatan. Nimishqa desa, masalan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadisda, agar sizning biringiz oqshimi 5ni yasib qo'ygan vaqtda shayton bu odamninki yanaga kelib qulog'iga 3 dona chigikni chigidi. Shunda qo'pay desa, "Voy taqa kech uzun, bijdam uxlavag'in" deb mushundaq deydi. Agar bu odam qachoniki uyqusidan qo'pab Allohni zikr qilsa, bir chigik yeshilib ketadi. Tartasa ikkinchi chigik yeshiladi. Namoz o'qishchi desa, uchinchi chigik yeshiladi. Shuning bilan bu odam nihoyatda ko'ngli xo'sh, shu kuni ko'ngli xo'sh, ruhliq ve şundaq hareketchan, faaliyetchan qo'pidi. Agar unda bo'lmay qolsa desa, uxlab qolsa desa, bu odam ko'ngli bearam ve shundaq nayt g'ururlik kesili bu odamga shu kunicha g'ururlik kesiliga giribtar bo'ladi. Ya'ni ish qilg'isi kelmaydi deb mushunaq degan. Uchinchisi, buning salbiy, uchinchisi nima desa, shunda sal qargan odamningki eng uchinchi xatarlik ziyonlarining biri gunoh ma'siyatga bo'lgan jur'at hamdi. Bara bu sal qaravergandan keyin namozni o'qimay uxlaverdi masalan, yoki g'ayvat shikoyat yoki jidal majro bo'lu bilan mashg'ul bo'laverdi. Bag'an sirju desa, har yo'g'an gunohmi bu odamga kichik ko'rindigan. Gunohi bo'lgan Allohdan qo'rqash, ma gunohni Alloh subhanahu va taolo mendan hisob oladi, ma ishni qilganga deb qarashdan-cho bu odam mahrum qilish. Uchinchi zini bu Alloh subhanahu va taolo nima uchun desa, Qur'oni Karimda "Men lam ta'murhu salatuhu bil ma'ruf va tanhahu anil lam yajid bi salatihi min Allohi illa bu'dan." Har qanday bir odamni, bu odamning namozi yaxshilikka buyurmasa, yomon ishni to'smasa, bu odam namoz o'qidim degan bilan Allohdan taxim yiroqlab ketdi deb mushtaq degan. Demak, bu gunoh bo'lgan jur'at nadin keldi desa, qilaverganlikdan. Yana bir hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir banda gunoh qilsa, bu bandaninki bir qatim gunoh qilganlikqa qalbiga qarchikit qo'yiladi. Shuning bilan bu odam gunohni qilaverdi, oxir qalbi qardab, qaysi ish gunoh bo'ladi, qaysini qilsa, qaysi savob bo'ladi, buni bilmaydigan bo'lib qoladi. Ya'ni ma'ruf bilan munkarni ayriyamaydigan mushunda holat shakllandi degan qachon desa, gunohninki
jiq qiyğanlıqdan hem günahın jiq qiliverganlikdan mush aqibat kelib chiqadi. Üçüncüsü tabi Allah subhanahu ve ta'alanınki yardımdan mahrum qilish. Yani Allah subhanahu ve ta'ala yuqorida bir oyatida deb o'tdik. ومن يعش عن ذكر ربه عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. Qandaq bir adam Allah'ın əsləşdən jıraq aşında yassa, Allah'ın əsləməsə, bu adam geço dese er daim bir şeytan dost vurdu. Allah'dan yıraqlaşqandan keyin şeytan dost vurdu. Şunun bilan bu şeytanlı o adamni to'g'ri yo'ldan to'sidi. Ular halbuki o'zini biz to'g'ri yo'lda deb o'ylaydi. O'zini to'g'ri yo'lda deb o'ylaydi, amaliyotda desa shayton ularni to'g'ri yo'ldan to'sgan odamlar deb mushnaq degan. Shuning uchun yana bir oyatda innalloha ma'allazina taqaw vallazina hum muhsinun. Allah subhanahu va taala Allohdan qo'rqqanlar bilan va yaxshilarni qilganlar bilan birga dedi. Demak, gunoh ma'siyat bilan hayotini o'tkazgan, taat ibodatga sal qirg'anlar bilan Allohcho bir emas. Dördüncüsü yani bu taat ibadetin jiroq o'zining nima ish qilayotganligini uqmagan bundaq odamga nisbatan kishilarga ta'sir qilish, kishilarga yaxshi ta'sir ko'rsatishdan iborat Alloh ato yaxshi kishilarga taqvodorlar ato qilgan bir haybatni bu inson yo'qotib qo'ydi. Ya'ni Allah kishilar bu odamning hurmatini qilmaydi, kishilar bu odamni tatmaydi, hayo qilmaydi. Nima uchun desa, insonga, yani müminge Allah subhanahu wa ta'ala taat ibadet orqali bir haybatni ato qiladi. Kishilar yaxshi ko'radigan bir muhabbatni kishilarning qalbiga tashlaydi. Bu muhabbat bo'lmagan vaqtda insonlarga bo'lgan ta'sirini bu insoncho yo'qotib qo'ydi. Shuning uchun payg'ambarimiz mesela muhim bir hadisda yushiku an tatada'a alaykumul umam kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Bütün ummet, yani bütün Müslümandan başqalar sizlarga hujum qildi. Sizlarga tigidi, sizlarga zarba berdi. Xuddi qachirik tamoqqa har xil, masalan, biz poloni qo'yib qo'ysak, maynat yada, buni mayli qurt bo'lsin, mayli chuvim bo'lsin, hammasi yig'ilgandek, qachig'i yig'ilgan har xil hasharatlardek boshqalar sizlarga uchun shunday hujum qildi degan bir kuni. Sahabalar qopib, ya Rasululloh, ava min qillatin nahnu yawma izin. Biz o gün sanımız nait azop qağaçqa, kuchimiz yo'q bo'lg'achqa sho'ng mushundaq bo'lamdi. Des Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nim degan desa, yo'q sizlar o kun nait jiq. Lekin sizlar xuddi g'usaun ka g'usa'is sayl. Ya'ni kelkun kelgan vaqtda kelkun epkildigan bir ahil tuxlat va hech narsaga yarmaydigan shuningdek sizlarning qimmatinglar yo'q. Soninglar jiq, lekin shu qimmatinglar yo'qolib ketadi. Deb mujnaq degan. Yani Allah subhanahu wa ta'ala sizlarning dushmaningizning qalbidan sizlardan qo'rqaydigan bu qo'rqishni Allah tatib yutdi, elib yutdi. Sizlarning qalbingizga shu ojizlikni tashlab qo'ydi Allah subhanahu wa ta'ala. Uningdan keyin andin bu sahobalar qopib, bu al-wahan degan nima ya Rasululloh? Bu yerdagi sil bayon qilgan bu ojizlik nima desa, hubbud dunya va karahiyatul maut. Dunyoni yaxshi ko'rib, o'limni yomon ko'rishning o'zi mana bu yuqorqi illatga sabab bo'ladi degan. Demak, dushmanning qalbidagi qo'rqinch nima bilan taqab ketar ekan, yo'qolib ketar ekan desa, mush dunyoga berilib ketish, taat ibodatni jiroqlash bilan. Agar taat ibodat bilan yaxshi mashg'ul bo'la olsa bir mu'min, bu mu'mindan cho dushmani alohida qo'rqaydigan, do'stlaricho alohida hurmatlaydigan muhabbat mushadan kelib chiqadi. Bu shaxsga bo'lgan zina, hamda jamiyatga bo'lgan, İslam cemiyetiga bo'lgan bu taat ibodatni jiroqlash masalan. Buning sal qarashiningki jamiyatga bo'lgan eng birinchi xatarlik zina nima desa, musulmonlarningki g'alba qilishini kechiktiradi. Ya'ni taat ibodatni jiroqlab ketdi bir musulmon sifa. Fosiqlar jiq bunda bu sabda masalan. Bunda sabtiki kishilarcho dushmanning ustidan g'alba qilishi nihoyat bu qiyin bo'lib yo'l yiroqlab ketadi. Nima uchun desa, Allah subhanahu wa ta'ala müminlarning Allohga yaqinligi bilan yordam berdi. Bularningki kuchi, alohida qurollari dushmanninkidek ilg'or bo'lmasa-mu, bularning taqvodorligi bilan Alloh yordam berdi. Agar taqvodorlikni yiroqlab ketganda,
Fasıqlık jiqop kitipti mesela. Taat ibadetki sal qarash halati köpeyip kitipti. Bunda olib qalsa, qo'ldagi qurol bilan bo'ladi urush. Ya'ni kimning soni jiqo'si shu g'alba qiladi, kimninki qurolni o'chi bo'lsa shu g'alba qiladi. Biz tarixdan bu yan qarasak, masalan, musulmonlarninki soni tarixdan bu yan jiq urushlari soni az bo'lib keldi. Qurol yaroqlari bular qarshi turganlarning qurol yaroqlaridan tuvan bo'lib keldi. Lekin nurg'un urushlarda g'alba qildi. Qachon desa, bular Allohga yaqin bo'ladigan vaqtda. Mushunda yaxshi amallarga herisman bo'ladigan vaqtda bular g'alba qiladi. Qachoniki herismanlik, yaxshi amalga bo'lgan herismanlik, taat ibodatga bo'lgan herismanlik ojizildi. Fasıqlar jiqlab ketdi. Bunda vaqtda, nurg'un vaqtda urushlarda mag'lub bo'ldi. Nima uchun desa, dushmanning soni ko'p va qurol yaroqlari xil. Shuning uchun eng birinchi zina فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهُ. Allah Kur'an-ı Kerim'de yani Salih Aleyhisselam'ın tilavıyla muş sözünü bayan, muş ayetini bayan kıygan. Yani men Allah'ın bana ayetinin beşira, Allah'ın birliği ve barlığını bildirdiğin nurgun delil fakitler kegen tusa. Onu körep durup men Allah'a asip olsam, kim mümin Allah'ın azabından kurtuzalaydı o? Degen. Şunun için asilikning o'zi müminga nisbatan Allohninki azobininki tushishiga sababchi bo'ladi. Bu azab har doim yoki bo'ron yoki yomg'ir yoki guldirman bo'lish lozim emas. Cho'qim bu azab ba'zi vaqtda endi dushmanning qo'li bilan bo'ladi. Bu bir alohida cho'ng azab. Ikkinchi jamiyatga bo'lgan cho'ng zina nima desa, cho'qim bundaq sal qarash bilan yani taat ibaretlerge, yaxshi amallarga sal qarash umumlashgan bundaq jamiyatda cho'qim insonlar haq tutura oladiganlarning soni nihoyat az bo'ladi. Jiq adam haqda prinsipda turolmaydi. Nimishqa desa, qiyinchilik nihoyat ig'ir. İnsan bu qiyinchilikqa o'zining kuch-quvvati bilan chidayolmaydi. Cho'qim Allohning yordamiga ehtiyojliq. Unda bo'lgandan keyin har qanday odam Allah'ın hakkını ada kılışta aşında bipervalık kıysa, sel qarısa, bu çağda çoğu dese, bu adam capağa, kıyınçılıkı sabır kılanmaydı. Kaçani ki Allah'ın Allah subhanahu ve ta'ala'nın ki hakkını ada kılışta müstehkem tutsa, Allah bu adamın kollaydı, bu adamga sabır ata kırdı. Capa müşakkatlardan üteleydiğen, çidiyalaydiğen irade ata kırdı. Şu Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de innellezîne qâlû rabbunallâhu thumme istakâmû felâ khawfun aleyhim ve lâ hum yahzanûn. Bizning Farvoydigarimiz Allah deb iman etqanlar. Onundan keyin mush imanida mustahkam turganlar. Ching turaliganlar bularga hech qanday qo'rqish, g'am qayg'u yo'q deb bayon qildi. Bu g'am qayg'u qachon bo'lib qoladi, qo'rqish qachon bo'lib qoladi desa, şu fasıqlık yani taat ibadetki sal qarash bulab qalsa bu chaqda bu vaziyat shakllanadi. Yani bir ayette ya eyyuhellezine amenu in tansurullaha yansurkum ve yusabbit aqdamakum. Yani sizlar iman etgan müminlar Allohga yordam beringlar degani Allohning buyruqlarini ijro qilishga tirishchilik qilinglar. Allah cheklagandan yeninglar. Mushunda qilsanglar Allah sizlarga yordam berdi va sizlarning qadamlaringlarni urushlarda mustahkam qiladi deb bayon qilgan. Allah razı olsun ustaz. Bunu dep kelsak nurg'un bilib tutadi. Yaxshi xulosa oldi. Endi shu ibodatlarga sal qarash illatini qanday tugatgili bo'ladi o'zimizni buni qutulishning yo'llari qaysi? Bu tavsiyalarni bermasak. İbadetlerge sal qarashdan ibaret bu yaman illatdan qutulishning eng birinchi asosiy muhim nuqtasi Allah Subhanahu ve Taala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ni yaxshi tushunish va o'qish, anglash, mazmunni, ma'nilarini tushunish va Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem'nin sünnetini, hayatını o'qish. Çünkü bu Kur'an bilan sünnetde Allah'a bo'ysunganlarninki oqibatlarining qanday bo'lganligi, haqiqiy bo'ysunganlarning. Asi bo'lganlarninki oqibatining qanday bo'lganligi va bura erishgan savoblar nima bo'ldi? Masalan, shularning hammasi bor. Ve şundaqla taat yani Allah'a boysunishqa qiziqtirish, günahni tashlashqa bo'lgan qiziqtirish, nurg'un mazmunlar, mayli payg'ambarlarning qissasi orqali,
Meyli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge kılınan buyruqlar arkalık, yoki Rasulullah sahabiler bilen yaşayan hayatını tasvirleş arkalık, nurgun, yani yaxşı yolunun akıbetinin kandak bulduğallığı, yaman yolunun akıbetinin kandak bulduğallığı Kur'an sünneti şuba. Şunun için her kandak Müslüman bu Kur'an sünnetini bülüşne ve okuşne özünün kılışık tegişlik, ehmiyet berişik tegişlik bir hizmeti, bir işi dep qaraş lazım. Şunun qatarından mesela Allah Subhanahu ve Taala'nın Sure Zümer'de bayan qilgan ayeti وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَةَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. Sıla müminler, insanlar, özlerinin ferveydigarına kaytanlar. O ferveydigarına boysunanlar, özlerinin o ferveydigarının kul ikelliği, bendisi ikelliği teslim bulanlar, kaçandın burun dese, silahı azap geliştin burun. Yani silahı Allah'ın azabı geliştin burun, Allah'ın gazabı geliştin burun, silah Allah'a teslim bulanlar, Allah'a kaytanlar. Allah'ın gazabı kep kağa vakitte, silahın o gazaptan qutqızdıgan, Allah'ın azabından qutqazgıcı yok. Yardım verilmeysizler. Silahın fervedigarınlar tarafından silahı düşürülgen Kur'an-ı Kerim'ge ergişinler. Kur'an-ı Kerim'ge ergişinler kaçandın burun dese, uçtum tut azap geliştin burun. Silah fukmaylam kalıslar, yıskılanmaysızlar, uçtum tut azap geliştin burun. Silah Kur'an-ı Kerim'ge şu ergişinler. O çağda silah, uçtum tut azap kâge vakitte nimdep kalıslar? تَقُولَ نَفْسُ يَا حَسْرَةَ عَلَى مَا فَرَّطُ فِي جَنْبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. Her kandak nefsi ve iset. Allah'ın hakkını hezep ada kılmaptı ben. Hezep sel karaptı ben. Küngel bölmepti ben. Ben Allah'ın buyruklarını meskir kıptı ben. Közge ilmaptı ben dep. O çağda nurgun pişmanlık kılısılar. Yani muş ayetinin ahirisi yani nurgun mezmununu dep gelip Allah Subhanahu ve Taala bala qad ja'atke ayati fekezzebte biha vestekberte ve kunte minel kafirin dep bayan kılgan. Demek en birinci doğrusu nima dese Kur'an-ı Kerim'ni okuş ve düşünüş, anlaş, Kur'an-ı Kerim bilen meşgul buluşunun özü en birinci ibadetlerge sel karıştın kuturuşunun birinci yolu. İkincisi qaysı dese günah masiyetlerden yırak duruş. Bulup mu müminge nispeten küçük günahlardan yırak duruş. Çünkü neç katım toxtaldık takvadar Müslümanlar içine alahide çoğun günahlarını kıldıqallar yani yok çıkıdı. Yani yok diyerlik. Cık adam bizim işimizde mesela o eğer günah, arak zina deyimiz mesela oğurluk deyimiz. Günah kebirlerini. Günah kebirlerini cık adam elhamdülillah saklanıdı. Lekin küçük günahlarga çoğu bu küçük günah meyli suxançılık bolsun. Yani suxançılık aslında küçük günah emas. Lekin insanlar künep qağanlıqdan küçüktek görünüp qalı demde. Gayvet küçük günah emas, tekebburluk küçük günah emas mesela. Lekin künep qağanlık üçün çoğu dese bu küçüktek görünüp qalıdı. Yani insan özünüz küçük dep qarab qalgan günahlı demek şimdi bu yerda. Nurgun çoğun günah var. Xususan qalbki münasebet günahlar. Bu günahların nurgun insanlar bu künep qağanlık üçün küçük günahdak görüdü. Emniyette bu nurgun çoğun günahlıdın çoğu bunun zini, qalbki boğan xatiri nait eğerim. Şun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İyyâkum ve muhakkirâtu zunub fe innehunne yectemi'ne alel racul hatta yuhliknehu. Sile günahın küçüğünden sakınınlar. Küçük günahdan sakınınlar. Bu küçük günahı bir pervalık kılıp kılıyiversanlar bu küçük günahlar bir adam cuğlansa cuğulunub hatta onu şu halak kılıyıtıdı o. Dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem misal keltiydi bunu düşendiriş için. Kanday misal keltiydi dese bu küçük günahı nimge okşaydı dese bir sefer kılıp kitip etip bir uçuk zımında bir şeye düşken bir karvanga okşaydı bu insanlar. Şunu bilen her bir adam öz kılalıgan işini kıldı. Bizse utan ek geldi, yani bizse binası ek geldi. Mesela uyan bu yan utan jığıştı, ot yaktı. Ahırsı şu dese, kanda kılıdı dese, küçük çavalını jığı jürüp helip insanlar kanda kılıdı dese, ot yakıp yemekçi boğan tamamını pişirdi. Xuddi şunu biladik misaldan boğan maksat ne dese küçük günah muşuna demek.
Küçük günah bunda her emmeden uyan çavaya kilip ahiriste ot yakıp yemekçi bolgan go'shini pishugandek bu kichik gunohni qilaversa shu jug'ilib ahiriste ma insonning davzaq tashlanib pushilishiga shu sababchi bo'ladi demoqchi. Üçüncüsü hem de insanın kalbi kılışını bolsun mesela üstünlük erişişini bolsun bunda taat ibadetke alahide köngel bölüşünün ki ehmiyetini bölüş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisi var. Emelinin qaysi yaxshi desa bu emelninki davomlashgani az bo'lsin dedi. Yani davamlaştırıp kıygan yaxşı emelninki ne kadar faydasının yukarı ekanligini esleş bunu bölüşünün üze bunun doğrusununki biri. Üçüncü doğrusu. Dördüncüsü ise nimetini Allah ata kıygan nimetini bölüş, nimetini kadirleş. Nimetini kadirlige o hazır mesela insandaki sağlamlık bolsun, şerait bolsun, erkinlik bolsun. Yani bizning mesela vatanimizdagi xalqimizning qanday holat ekanligini hammamiz bilamiz hozir. Shu yerda Qur'on o'qiyanmagan, shu yerda namoz o'qiyanmagan, shu yerda ibodat qilinmagan, men chet elga chiqsam ani qilayotman, menda yaxshi qilatim degan odamning chiqarliq bu yerga asosliq. Xo'sh. Bo'lmasa zulm ostida, besim ostida turgan vaqtda nurg'un yaxshi ishlarni qilish shunday qalbi muhabbat va har xil sharoitlardan qilinmay chet elga chiqsam anda yaxshi qilaman, manda yaxshi qilaman deb chiqqan odamlar bu chet eldagi. Jiqi. Lekin mavaga chiqqandan keyin hayot nurg'un odamni oldiga salib olib, ma'lum bu yerdagi erkinlik ne'mati, xotirjamlik ne'mati, yaxshi qilishda bir to'sanchining yo'qligidan iborat bu ne'matlarni unutib qolib, bu hayotning qiyinchiligi bakrak ko'z ko'rinib, shuning bilan hayot oldiga salib olib, nurg'un ishlarni shu beparvolik qilayotgan ahvol jamiyatimizda bor. Dördüncüsü her daim çukum öz nefsini naiti iradilik, kuşluk buluş. Üzerine çukum qanday qilish desa, menden kemçilik sadir bulavatıdı deb o'ylash. Üzerine men her tarafni yetişip ketdim deb o'ylamaslik. Yetişip ketdim men deb o'ylamay, balki menda cho'qim kamchilik bor deb o'zining hisob elib turish bu shu kasalni davolashdagi muhim bir illat, ya'ni bu muhim bir dura. Umar radhiyallohu anhu har doim nima deydi desa, sizlar har doim o'zinglarni hisob olib turinglar. Sizlarning hisob elinishdan burun qiyomat kuni o'zinglar hisob olib turinglar deb alohida shu tashabbus qildi. 5. bir muhim nokta desa, çokum bir cemaat içinde yaşaş. Yani yaxshi musulmonlar bilan aralashib, do'st bo'lib yashash. Buni alohida ko'ngil bo'lish. Yolg'iz qolmaslik. Çokum bu insonga cho'q desa, ajoyib foydali qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sizlarning eng yaxshilarini men sizlarga deb berayman degan. Sahobalar ma'qul ya Rasululloh va bi deb baslar. Desa, sizning eng yaxshilar kim ko'rsa Allohni asiltirgan odam degan. Allah'ını esiltirgan adam bir çırağıydın köse bu en yaxşılar degan. Şunun için yaxşı muhit, yaxşı cemaat işte yaşaşının üze bu aşındaki salqırashning davolashningki bir yo'li. 6. çokum her qanday işimizde biz Allah subhanahu va taolodan yordam talab qilish, Allohdan tavfiq talab qilish bu her qanday musulmonningki xususan bugünkidek shunday qiyinchilikda qolgan vaqtlarda Allah'tan muvaffaqiyat tilash, Allah'a tayinishning o'zi bu bizni to'g'ri yo'l boshlashga, to'g'ri yo'lda mustahkam turishga haydakchi bo'ladigan yetakchimiz mushu. Allah Qur'oni Karimda va qad robbukum ud'uni astajib lakum. Sizlar Parvardigoringlarga duo qilinglar, ya'ni men duo qilinglar, men sizlarning duoinglarni ijobat qilaman degan. Yana bir oyatda amma yujibul muttarra iza da'a. Yani qiyinchilikda qolgan, xafalikda qolgan odam chaqasa, duo qilsa, onun duayını anlaydıgan, onun duayını icabet kıldıgan Allah'tan başka bir güç var mı? Bir zat var mı de bayan kılgan demek. Yok demekçe. Şunun için Allah subhanahu ve ta'ala'nın yardım talep kılış. Bana bu yani nimek yardım talep kılımız ise yüzümüzdeki ayetinde kemçiliklerden kurtuluşka.
ve yüzümüzdeki ibadetlerge sal qarashdan qutulish uchun Allah subhanahu va taoladan yordam talab qilamiz. Altıncısı çoqum bu dunyoninki amel dunyosi ekanligi. Ya'ni teriydigan dunyo ekanligi urashninki, ya'ni buning natijasining keyin bo'lganligini bilish. Ya'ni men ani qilyapsam, mani qilyapsam, hech qanday bir natijaga erishamadim, aniga erishamadim, maniga erishamadim deb yaxshini tashib etmaslik. Chunki bu dunyo yaxshining mukofotini oladigan dunyo emas bu. Yaxshining mukofotini oladigan dunyo qiyomat kuni. Ma dunyoda biz yaxshining mukofotini mumkin olamiz. U og'anligimizning o'zimiz uqmay qolamiz. Mumkin ololmaymiz. Lekin buninglik bilan cho desa, ma dunyoni xuddi mukofot dunyosi deb o'ylab qolib, voy men manda yaxshi qilyapsam, men yana masalan tijoratimda pul topolmadim yoki hunar kasbimda men g'alaba qilolmadim, ochgan do'konimda men natijaga erishamadim deb, haliqi o'zining hayotdagi ma'lum qiyinchiliklarni ma qilgan yaxshi amallarining mukofotiga bog'lab olish bu eng xatarlik. Cho'qim bu dunyoninki bu biz kelib ketirgan dunyo ekanligi, mukofot dunyosi emasligi bizning mukofotimizning cho qiyomat kuni bo'lganligi. Bu dunyoda bizga har qanday bir xafalık kelsa, musibat kelsa, cho'qim Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam bayon qilgandek, bu bizningki qiyomat kunidagi darajamizning yuqori bo'lishiga sababchi bo'lganligini bilishning o'zi mana bu eng muhim bir nuqta bu haqda. Allah Qur'oni Karimda innal khasirin allazina khasiru anfusahum va ahlihim yawmal qiyamah ala zalika huval khusranul mubin. Haqiqiy ziyon tortganlar o'zi va oilasini qiyomat kuni ziyon tortganlar. Ma dunyoda insonning balasining bo'lmasligi yoki kambag'al bo'lib qolishi yoki hayotda ma'lum qiyinchilik uchrashi bu haqiqiy ziyon emas. Haqiqiy ziyon nada desa, qiyomat kunidagi ziyon. Chunki tugamaydigan hayot shu yerda. Ma dunyo cho desa, biz har qancha yazsak, hamını o'ldigan, hamını ayrıldigan dunyo qachon o'lishimizni uqmaymiz. Nurg'un tirishchanlikni qilib at o'lib qolishimiz mumkin masalan. Unda bo'lgandiki, ma dunyodagi ma'lum xafalıqlarni, ma'lum musibatlarni xuddi bu biz ziyon tortgan odamdek tasavvur qilmaslik. Bu dunyoning amel dunyosi ekanligi, natija mukofot dunyosi emasligini bilish bu yuqoridagi kasaldan qutulishninki eng muhim bir nimasi? Doğrusu, muşunun hemmisine yani muhim doğrunun biri nima desa, her qandaq ishqa sal qarmaslik. Yani at qilaman, o'gin qilaman deb biz jiq adamlarda mushundaq ish bor. Gunoh qilayotganlar voy at tashlayman gunohni, o'ginlik tashlayman deb beparvolik bilan davomlashtirib ketish. Nurg'un yaxshi ishlarni qilmayotganlar voy qilaman deb turib uni qilmaslik. Bu tasvif deb ataydi Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem. Fe inne law ve sawfa teftahu amel şeytan degan. Yani bu halqa men anda qilsam bo'pti ekan, ya manda qilsam bo'pti ekan, ya palani vaqt ani qilaman, mani qilaman deb yaxshi ishlarni darhol boshlab qilmaslik, yomon ishlarni darhol tashlamaslikning o'zincho desa, bu shu insonga nisbatan bir shaytonninki yo'lininki echilganligi degan. Shuning uchun mushuni tashlash bu insonni mushundaq sal qarashdan iborat bu kasaldan qutqizishga elib boradigan muhim doğrunun biri. Allah razı olsun. Damollarmaydı yaxshi. Bir sohbat bo'ldi. Oxirida qarindoshimizga tavsiyalar bo'lsa, uni anglasak bo'lmasa, tugatsak bo'ldi. Ahirista hammamizga biz esiltirgan Musa alayhissalomninki qavmining ichidan bir vaqalik Qur'oni Karimda Taha surasi bir necha surada bayon qilingan. Bu kim o desa Saharatu Firavun, yani Firavunninki sehrigarlari, Firavunning adamlari, Firavunning qo'shinlari. Bular Musa alayhissalomninki mo'jizasini vayron qilish uchun Firavun nurg'un sehrgarlarni jo'g'lagan. Sehrgarlarni jo'g'lab, ular o'zining og'amchilarini tashlasa, ular jilonga aylangan, ya'ni ko'g'ilchilarga nisbatan. Asli amaliyat jilon emas, aning qarg'a odamni cho uni jilon deb o'ylagan endi. Shuning bilan Musa alayhissalom cho desa, qo'lda kassasini tashlab, bu jilonning hammasini cho yo'qotgan, yeb ketgan. Shu vaqtda bular nima degan desa,
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. Demek insan özünün günahlarını, ilgiri ütep ketken beparvalıklarını eslep duruşunun özü. Her kandak vakitte keç gündüz yani kılışık tegişlik yaxşı amellerini esl turu. Muş günahının efu kılışını tamak kıygan yani şunu arzu kıygan adamlar çoğu deyse muş vakalikni yani biz nurgun kemçilliklerimiz sadır oldu. Nurgun günahını kıldık. Meyli mecburi kıysun bir insan ya ki öz ihtiyarlığı olan kıysun. Bu ayetini muş vakalikni esleşinin üzeri nurgun insana doğru yolunu tunturur. Bu ayetin kıskıç mezmun nimo desen, bula Helik Musa aleyhisselam'ninki mücizisi ulan veyran boğan sihrini körep, bula Firavun'u şundak degen. Biz iyi Firavun, Allah taraftan, yani bizni yaratkan Allah taraftan kegen hüccet paketlerini koyup, seni tallamayımız. Sana ergeçmeyimiz, senin yurandın bağmayımız. Bu, biz hazır kögen, bu bir mücize. Allah taraftan kelgen Allah'ın bir ve barlığını bayan kıldığın bir kudreti mi bu? Sen nemi hüküm kılmakçı bolsan kıl. Hoş. Yani biznin nemi kılışını halısan, biznin kanda cezalaşını halısan cezala. Onu olan bizden çok karımız yok. Biz sana ergeçmeyimiz, seni tallamayımız. Sen fakat yokatsan bizden muş hayatımız yok dese. Yani bu dünyada öldüreleyse, yani en yukarı ceza neymi insana nispeten? Ölüm. Bu hayatımızın sen muş hayatını yokta aleysen. Yani bizden cenimizni bizni öldüreleysen. Biz bizden farvaydigarımızga iman keltirdik. Bizden günahlarımızı yani ilgir kıygan günahlarımızı afu kılış üçün. Sen sihrigerlikten ibaret sen bizni mecburlap kıldığın işlerimiz ne, hatalıklarımız ne afu kılış üçün. Biz ilahimizga, farvaydigarımızga iman keltirdik. Dep muşu Firavun'un sihrigerleri çoğu deyse bir mücizini körep Musa aleyhisselam'ın peygamberliği ve Allah'ın elçisikelliği, Allah'ın bir barlığı çoğu iman keltirgen. Şunun için bu vakalikten hem biz her kanti günah kıp ketken bolsak mı? Her kanti hata yolu kirip ketken bir insan bolsa mı? Çokum bu hata yolunun yenişninki vaktinin balığı şu adam hayatlan bolsa. Hayatlan buldukemiz çokum tevbinin işi uçuk, yaxşılıkның yolu uçuk. Men ezip kettim go, men tügeçtim go dep davamlaştırmaslıktan hatalık ne? Çokum derhal toğruk kaytıp yaxşı emellerge selqiraydigan bolsak, bunu taşlap herismelligimizni aşırıp biz Allah subhanahu ve taala ma dünyada biz qandaq xapılıqda qandaq musibet yaşayla ma xapılıq bilen kıyamet gündeki xapılıqni juglaydigan işten şu saqlayla. Yani bu dünyada bu xapılıqta atıp yani kıyamet günü mü Allah'ın razı kıldığı yolda mağanmay xapılıqta atıştan saqlayla. Çokum ma dünyada nurgun bala yapatken, nurgun sınaqlağa, nurgun zulümlağa uçurduk. Bu zulümler bizni Allah'a yakınlaştırsın. Allah subhanahu ve ta'ala'nın ki hakiki bendisi buluşqa eydekçi bolsun. Kıyamet günü çoğu Allah'ın rahmetine erişişimizge sebepçi olsun diyen ümidim, tilikim var. Allah razı olsun. Allah inşallah memizden şu ibadet kesel kalaş illettirdim kurtuldursun. Programımızı ahlaştıraylı. Allah razı olsun. Hürmetli televizyon kanallarıyla bunun bilen tüzütüşkü tegişlik illetler namlıq programımız müşahede ahırlaştı. İnşallah başka programlarda görüş ümidi bilen hemen Cenab-ı Allah Teala'ya tapşırdık. Hayır, hoş, aman bununla ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.